Xonadonga bitta e'tibor qilinglar. Barchamizga mana shunday go'zal va hashamatli xonadonlar nasib etsa. Hammaga assalomu alaykum. Bizlar Samarqand viloyati Loyish tumanidamiz. Bu yerda naqd 600 kvadrat joyga mana bunday Attachento uslubida qilingan traventinlarni sizlarga ko'rsatish uchun keldik. Nodir akamiz boshchiligidagi jamoa mana shu xonadonni hamma joyga traventin qilib bergan ekanlar. Gap bo'lishi mumkin. Mana ishlarga bitta baho beringlar. Haygalarga e'tibor qilasizlar. Xo'p, Nodir akamiz butun bir O'zbekiston bo'ylab mana shunday traventin xizmatlarini olib boradilar. Jamoalari 15 ta brigadaga bo'lingan holda faoliyat yuritishadi. 5 yilgacha kafolat berar ekanlar mana shunday traventin xizmatlariga. Narxiga keladigan bo'lsak, $8 dan $10 gacha bo'lar ekan. Hamma materiallar ichida. Faqat uyning egasi mana bunday taygalarni olib berar ekanlar. Qo'yib berish xizmatlari ichida bo'lar ekan. Trafaret gullari ham bor ekan xizmatlarning ichida. Ularni ham sizlarga katalog asosida ko'rsatadilar. Sizlarga mos kelganini, o'zlaringizga ma'qul kelganini bemalol tanlasanglar bo'lar ekan. So'z isbot bilan bo'lish kerak. Do'stlar, e'tibor qilinglar, xonadon qanday ko'zab turibdi. Agar sizlarga mana shunday go'zal qilib preventiv xizmatlarni qilish kerak bo'lsa, Nodir akamiz raqamlarini men pastga qoldiraman. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Bu preventingga suv desa ham hech nima qilmaydi. Agar chang bo'lib qolsa, bitta karter sepib yoki oddiy suv sepsanglar ham borgan sari yaltirasa yaltiraydi, lekin rangi o'chmaydi. Bu videoni qurilish qilayotgan